Udvoyniy zalli 3 xonali kvartiramiz chiqdi yana. Narxini bo'lsa $87,000 deyishyapti. Ipotekaga ham polniy olsangiz bo'lar ekan. 3-etajda joylashgan, orientirimiz 18-kvartal. Manzur to'yxonasining yonida joylashgan. Ko'rib turibsizlar, zalimiz juda ham chiroyli. Kvartirada ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Endi bu yoqqa bo'lsa, prixojiy zonamizga chiqamiz. Bu yoqda полностью garderobniy shkaf qilib qo'yilgan. Yonida bo'lsa, birinchi bo'lib детский spalniyimiz keladi. Undan alohida bo'lsa, родительский spalniyimiz joylashgan. Endi bu yoqda bo'lsa, sanuzellarimiz birinchi bo'lib hammom keladi. Yonida alohida hojatxonamiz joylashgan. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, oshxonamizni ham ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, katta qilib qo'yishgan. Bunga yana qo'shib 2 metrga 6 metrli balkoni ham bor. Uni ham xona qilib qo'ysanglar bo'ladi yopib. Kvartiramiz 94 kvadrat, narxi aytib o'tganimdek $87,000 deyishyapti. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.